qilmadik, shunchaki ochdik. Yaqinroqdan ko'rsatinglar, kelinglar, buni qaranglar. Abi yo'qni bilmoqchi bo'lsanglar, mana yonlarida turibdi. Bilmam, hozir bitta palakda ochdi. Ha, bitta palak. Bitta palak. Bitta to'pi endi ko'p shoxlangan, katta urug' ekilgan. Eski urug'lar ham bor ekan, taglarida ham bor ekan hali. O'rtoqlar, bu hammasi emas ekan. Shoshmanglar, halol bo'lsin-da hammasi. Xo'p, yana bor bo'lsa, mana chiqyapti, hammasi bor. Xo'sh. Bu menimcha ishda tugagan shekilli. Demak, mana shu yerga qo'yamiz. Mana endi katta kichigini hammasini borni qilyapmiz hozir. Yonboshlarida ham bor ekan, o'rtoqlar. Mana oltin qoziqdek bu lapatkani o'zi. Uni tagida yo'qmi? Lapatka ham kartoshkaga qo'shib ketib qolmasin. Xullas mana o'rtoqlar. O'zingizlar hisob-kitobni chiqarib olaverasizlar. Kattalari ham bor, o'rtacha va kichkinalari ham bor. Bilasizlar, Agrover bir necha 10 yilliklardan beri xorijdan navlarni olib kelib, o'zimizda mahallashtirib, o'sha iste'molchilarga yetib boradigan kartoshkani narxini, tannarxini arzonlashtirish bilan shug'ullanadigan korxona. Bugun biz keldik. Valoda bugun bizga yangi navlar haqida ma'lumot beradi. Xudo xolasa, hozir oqlari ham bormi naryoqda? Ha, oq ham bor. Hozir oqini ham bitta ko'ramiz, keyin sizlarga Dodaxo'ja ma'lumot bo'ladi. O'tkazib bormaysizlar. Qani ketdik.